Ertängi şeyler sizge selam yollaydı dostlar. Hem bilesizmi mınday esime keldim. Ozgina tuzabız tezden işigiz bite endi 1 saatdan ozroq gina qoldi deb yozgan bir radio tinglovchimiz bizni Baltaşta kütörlerdir deb o'ylayman men. Yok belki bular 1 saatdan işiniz biteyin Allah'a şükür. Qaytarib jiberamiz sizni bilarmanda. Duyganlardır belki. Tuymaganlardır. Dip ışanası kileme. Tuymaw bir xil. Amina biz bugün muhabbat xotlari turida da söyleşe başlagan edik yigitlar bilan, chunki bugün muhabbat xoti yozuv kuni. Hem yigitlar esga tushirdilar o'zlarining muhabbat xotlarini yozganlarini. Ilnar da esine tushirdi, bolashaqda muhabbat xoti yozdim deganni. Rustam hali alla qoylarga ketdi. Rustam, qo'yt. Var idi andışaklar. Sirak kına bulsa da bizning şerbetinde xot şara tug'ili. Pager. Yok degan bilan pochtaga solib jibera turgan. Zapiskalar yozaydik. Zapiskalar bulaydi. Oldu partada o'tirgan darsda kelib chiqib endi. Hem bilasizmi, eng qizig'i nendiydi? Qiz bir sinfda o'qiy, yigit ikkinchi sinfda o'qiy. Hem qizning da iptash qizi bo'la, yigitning da do'sti bo'la. Hem tigi ikki do'st, ikki orada xo'rdoshi bo'lib mashkilalar. Shipq qilib beradi tega koridorda. Ey, chaqirib qina, ey. Oy, ko'ngil qitiqlandi, esga tushdi. Shunda zapiska kerak bo'lgan ekan deyman. Nega? Nik qopma qarshi ko'zga ko'z tushirashib. Eng qizig'i shu bitindi. Kishi ko'rsa, albatta, birorta ko'rib olsa. Şu kadar hislendi Elmira. Radyo tinglovchilar. Qarali ko'zlarini, qara ko'zlarini ko'rali. Radio tinglovchilar yozdingda bo'lgan edi, bir sirlarlar bo'lgan edi. Ey. Ol bu yo'qdir bit.